erkak kishi umrining oxirigacha jinsiy aloqa qilish qobiliyatini saqlab qolmaydi. 90 da bo'lasizmi, 100 da bo'lasizmi, qoladi. Tabiiy shunday. To'xtamaydi inson. Endi kamayadi masalan. Har kuni jinsiy yaqinlik qilgan yigit ertaga 80 yoshda haftada bir marta bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana shuni saqlab qolish kerak. Shunaqa bo'lmayaptimi, demak siz o'sha kasalsiz. Shuning uchun testosteron degan narsa testosteron deyiladi. O'zbekcha gapirishlari ham qiyin. Bir kishi meni tanqiddan noto'g'ri talaffuz qilyapti. Testosteron. Ana shu modda o'shani saqlab qolishga har bir erkak harakat qilish kerak. Boya qaytarib aytaman, o'sha siz aytgan tez pishir ovqatlar, gamburgerlar, fast foodlar, energetik ichimliklar eng katta dushman. Harakat kamayib ketganligi hozir. Insonda harakat qilsangiz, qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Qon aylanish jarayonida butun organizm yaxshi ishlaydi. Yaxshi ishlagandagina siz testosteron organizm o'zi ishlab chiqaradi. O'tiraversangiz, ketma-ket organizm bitta erkaklik emas, boshqa a'zolaringiz ham kasal bo'la boshlaydi.